Demak, bugun. Pst, ey, Ha, nima? bepul mayin xohlaysanmi? Mayli. Faqatgina ko'rgach yuklay olasan, okeymi? Okey, roziman. Qani, boshladik. Jonathan! Keling, garov o'ynayman. Siz Piratskiy Minecraft yuklab olgansiz, lekin sizning bu tejamkorligingiz qimmatga tushishini o'ylab ko'rmaganmisiz? Bugungi og'aynimiz ham xuddi shu ishni qilib ko'rdi. Boshlanishda hech qanaqa g'alatiliklar yo'q. Albatta, bu yerda Phobos anomali degan gap bor va ma'lum bo'lishicha bu ogohlantirish ekan. Bizning qahramonimiz bunga e'tibor bermadi va uning oldidan xitoycha yozuv chiqdi. 2 soatlik tarjimadan so'ng shuni bildimki, bu yozuv xitoy tilida yangi dunyo ekan. Bля, shuncha vaqtim. Qadrdon biroyimiz esa ishini davom etdi hamda yangi olam paydo qilishi mumkin bo'lgan bir vaqtda ey nima qilyapsan? Yo'q! Paydo bo'lgach vahshiylarcha Bruce Lee uslubida daraxtni sindirib versakni yasab oldi hamda Minecraft musiqasi ostida kirka, qilich va eng muhimi nima to'ppa-to'g'ri bel kurakni yasab qoldi. Aha, qiyming. Yo'q, rostdan bel kuraksiz dunyo qorong'u. Og'aynimiz yerni qazib tosh olayotgan vaqtida o'rgimchak sezgisi uni ogohlantirdi hamda u zudlik bilan orqaga qaradi. U yerda esa kundan-da yorug' qoravoy uni kuzatib g'oyib bo'ldi. Biz esa bunga e'tibor bermadik. Axir bu odatiy hol-ku. Shundan keyin ekranda mana bu paydo bo'ldi. Biz bu yozuvni qo'nd bilan o'qib bo'ldik va escape'ni bosib o'yinga qaytdik. O'yindagi chatimizda esa uzundan uzun Minecraftning originalini ol degan yozuv paydo bo'ldi. Bunga tupurgan avtor esa yo'lni davom etdi. Menimcha o'yindagi maxluq bunaqangi bo'lishini kutmagan edi hamda shuning uchun ham bunga e'tibor bermay o'yinni davom et deb yozib qo'ydi. Buni ko'rgan biz chatga sirli shifr yozdik. O'yinda yurishni davom etdik va albatta uzoqdan bizga qarab turgan qizil narsani ko'rmadik. Maxluq bizga men seni ko'ryapman dedi. Biz esa unga javoban men seni ko'rmayapman dedik. Wow, Aura 2099 haqiqiy detski brutalniy miya. Maxluq davom etdi. Men o'ynang oldidaman. Davom et. Nihoyat aqlli bola o'yindan chiqmoqchi edi, lekin chiqish tugmasi g'oyib bo'ldi. Yo'q, topik. Tamom bo'ldim. Stop. Alt F4 bor-ku. Birozdan so'ng o'yinga qaytdik va ijtimoiy tarmoqlar bloklangan maxluq bizga men o'ylovdimki sen o'ynashni istaysan degan SMS-ni taqdishida qoldirdi. Va mana o'sha oppog'oy oldimizda o'sha maxluq paydo bo'ldi. Menimcha uning rejasi bo'yicha u bizga yaqinlashgan sari biz baqirib qochishimiz kerak edi. Lekin nega? Afsuski biz joyimizda turgan holda unga qarab turdik. Rejasi o'xshamagan maxluq esa noiloj g'oyib bo'ldi. Bu voqeadan so'ng biz yomg'ir, g'alaba daqiqasiga tushdik, ammo birdan ekranda shunday davom et degan yozuv paydo bo'ldi. Hamda ekranda 25-soatdagi kadrlar paydo bo'ldi va biz yangi olamda paydo bo'ldik. Ma'lum bo'lishicha, dunyo xuddi mening hazil tuyg'um kabi bo'm-bo'sh ekan. Ortimizda daraxt paydo bo'ldi. Albatta avtor uni yo'q qildi. Shu vaqtda taxtacha orqali qurishni boshladigan CMC keldi va avtor super mega giper aqli bilan temir odamning binosini qurdi. Binoni ko'rgan maxluqning bizga shunaqangi rahmi keldiki, bizga uy qurib berdi. Uyga kirgach, pechning tepasida bu yerga kir degan CMC bor ekan. Albatta istalgan sog'lom inson bunga quloq soladi 100% va bizga yana 25-soatdagi kadrlar namoyish qilindi. Biz eshikning g'oyib bo'lganini ko'rdik. Uning oldida esa men shu yerda man yozuvi bor edi. Bir qancha chiroyli gaplardan so'ng biz eshikdan chiqdik hamda topingchi nima bo'ldi? To'ppa-to'g'ri C keldi. Nega bu yerdan ketmoqchisan? Axir bu yer chiroyli-ku. Shundan keyin atrof Telegramda tungi rejimda ishlayotgan vaqtingiz qop-qorong'ida birdan yorug' rejimga o'tasiz-ku. Xuddi shunaqangi bo'ldi. Ya'ni buf. To'g'rimizda esa PNG formatdagi kal paydo bo'ldi. Loh, u birdan uyalganidan qizarishni boshladi va bizga CMC yubordi. Unda ortingga qara degan yozuv bor edi. Ortimizga qaradik hamda o'yin tugadi. Happy end, spasiba большое. Lekin bular haqiqatmi?
Buni shaxsan Gunster Fix tekshirmoqchi. Poghnali! Xo'sh, nihoyat biz dunyoda paydo bo'ldik. Ko'rinishidan oddiy Minecraftga o'xshayapti, lekin mana bu baland narsa nimaga qiziqayapman. To'g'risi, oddiy Minecraftda bu 100% bo'lmaydi. Shuning uchun hozir boramiz hamda bu nima baloligini ko'ramiz. Endi xuddi serialda ko'rganimizni qilamiz. Avval Vertstak, bu yerdan kirga, qilich hamda albatta belkurak. Qadrli o'yinchi, iltimos, originalni Minecraftni sotib ol. Nima deb o'ylaysan? Agarda men originalni Minecraft sotib olmoqchi bo'lganimda men shu o'yinni olardimmi? Albatta yo'q, men isqitman. Pulimni ketishini umuman xohlamayman. Shuning uchun mana bu daraxtni qazaman hamda bir tiyin to'lamasdan ushbu piratskiy Minecraftni o'ynashni davom etaman. Pul jalka. Nima? Tushunarli. Maxluq yana bitta gapni ikkinchi marta yozib. Menimcha u haddan ziyod tupoy. Nega bitta bersak ikki marta qurdim? Nega bu yerga qo'ydim? Farqi yo'q. Keling, yaxshisi biz siz bilan tushunarli ayqi shunchaki 100% maxluq uchinchi marta meni ogohlantiryapti. Tushunmayapti yo'q. Men bu o'yindan chiqmoqchi emasman. Men mana bu tishga kirib, to'g'ridan to'g'ri temir qaziyman. Xo'sh, qadrli maxluq, iltimos menga Vertsak paydo qilib ber. Tushunmadim. Taxtacha? Bu yerda esa don't make us. Demak maxluqning bizdan jahil chiqibdi. Nima ham dedim? Yaxshi gapga tushunmadim, unaqada yomonlikka tushuntiramiz. Ahmoqloq jala. Yo, seriyozda men maxluq bunaqangi darajada tupoy bo'ladi deb o'ylamagandim. Bir aqlliroq nimaroq maxluq bo'lishi mumkin edi, ammo mayli, qazishni davom etamiz. Yana nima bu? Ablah menga zaharlanish otdi. Mayli, tepaga chiqib olaylik. Ikkita xabar, yaxshi ham doimon, yomon xabar uzoqdan zombining ovozi kelyapti. Yaxshi xabar, menda 18 ta bu masku, menga temir kerak. Yo'qolmas, la'natmas. Mana temir bor ekan bu yerda. Yaxshi, qazishni boshlaymiz. Jonathan, qoch! Yalmog'iz, jodugar, ket, yo'qol, Betklaus, qoch! Zombi. Hayvonlar. To'g'risi men bu versiyada hayvonlar yo'q bo'lishi kerak deb o'ylagandim, lekin ko'rib turibsizki, bu yerda mendan boshqa ham hayvon bor ekan. Qani meni narsalar Ablah yaqinlashyapti. Reja kerak. Nima qilamiz? Xo'sh, teshik bor. Men uni teshikka itiraman. Yo'q, bu yerdan. Shu yerdan. Xo'sh, tayyormisan? Zaharlada jinursan. Tezroq, speedrun. Narsani ol. Qilich, xo'sh, tayyor. Nima qilamiz? Qochamiz? Yo'q. Hujumga o'tamiz. Qanisan chiq bu yoqqa. Ko'rmas bo'ldi. Ablah, bu qirromlik. Bunda o'ynamayman. Qanisan chiq. Kimni urishim kerak? Ol. Yoqyaptimi? Oy. Aql kuchimizning emas-ku. Qayoqdasan? Yoqyaptimi? Menimcha yalmog'iz bu yerdan ketdi. Meni haqiqiy jasurligimni ko'rgandan so'ng bu yerdan narsa olamiz hamda surishga tayyorgarlik ko'ramiz. Don't make yo'qol bu yerdan ketaysan kim quloq soladi. Bu yerdan ketish uchun menda hamma narsam bormi? Xo'sh, kirgaversak emas tayyor. Bu yerdan bu mengami? To'g'risi kutmagandim. Rahmat, kattakon bu yerdan menimcha toshni kirgasa olaman. Yana senmi? O'ynamayman. Yo'q, qoch. Tommanida yo'qolga chiqishga harakat qilyapman va nihoyat toza havo, ozodlik. Papugaylar, ularga balo bormi bu yerda? O'chinglar, erkatoylarim, ketinglar. Nima? Ularda nima ayb? Ablah maxluq, la'nati. Nima edi bu? Hech narsa, farqi yo'q. Oxir bu baribir tushunmadim nimaligiga. Yaxshisi kelisha olamiz. Creeper. Nega turibsan? Portlasang-chi. Bu yerda agar buni yo'q qilsangiz hayotingiz o'zgarib ketadi. Rahmat Creeper. Bu yerda yozishicha agarda buni sindirsak hayotimiz o'zgarib ketar emish. Mayli, sindirib ko'ramiz. 1 2 Shu kitob meni hayotimni o'zgartirishi mumkinmi? Bilmadim, balki buni ochgandan so'ng meni butun umr arvohlar ta'qib qilar yoki balki shunga o'xshash biron bir voqea bo'lar. Balki bu oddiy kitobdir. Mayli, ochib ko'ramiz. Nima? Tushunarli ikkinchi bet. Nima? 69 ta bet bormi? Nima, maxluq aqlni ozganmi? Mayli, ochamiz. Bos. Tezroq. Yana ham tezroq. Bos. Ishlay qolsang-chi. Nima? Baribir lisenziya sotib olmayman. Yaxshisi kitobni o'zim bilan olaman hamda bu hammasiga tupuraman. Nima? Yo'q. O'zim nechta o'rgimchak bor atrofda tushunmayapman o'zi. Atrof o'rgimchakka to'lib ketgan. Yana ko'rinmas ular. Yo'q, qochish kerak nimalar bor. Balki kelishib olarmiz. Mayli, yo'qmi? Unaqa qilib bilasizmi? Dushman qo'lda o'lgandan ko'ra to'g'ridan to'g'ri o'zimdan olovga o'taman. Olg'a! Ana, ajoyib bo'pti. Endi esa yer tagida uxlayman. Menimcha allaqachon tong otibdi. Yaxshi. Endi esa menimcha uyqu qursam kerak. O'rmon qani? Jin otsan. O'rmonni o'g'irlab ketishibdi.
Xullas, uy uchun shunaqangi ajoyib joy topdim, tamal toshini qo'ydim. Ha, hech kim buni kutmagan edi. Nima? Menimcha men buni qurmagan edim. Ochig'i men bunaqangi uyda 100% yashamasdim. Yangi xabar keldi. Agarda siz Minecraftni o'ynashni davom etsangiz, meni jahlim chiqadi. Nihoyat bizdan maxluqning jahli chiqdi. Sabrli ekan maxluq, bir kun deganda endi biz uning jahlini chiqaribmiz. Jonimga tegib yozmay o'tsangchi. Yo'qol bu yerdan o'tgimcha. Keling, yaxshisi biz unga odobli javob yozamiz, xuddi ana shunday. Ajoyib. Endi uni faqatgina men ko'ryapmanmi yoki siz ham ko'ryapsizmi? Tushunmadim. Sen meni ko'ryapsanmi? Menmi? Senimi? Endi ko'rmayapman. Ajoyib. Rasmiy ravishda endi men bilmadim javob yozish kerakmi yoki yo'qmi. Shuning uchun jim turgan holatda men uyimni qurishni davom etsam kerak. Nima, qo'rqadi deb o'ylavdingiz? Va yana senmi? Necha marta aytishim kerak? Bu mening uyim. Sen stop, axir bo'sha maxluq-ku. Uni bu yerga qamaymiz hamda qoch deb baqirgan holda qo'shamiz. Endi qanday chiqasan? Hazillashdim. To'g'risi, sen juda ham aqlli maxluqsan. Tan berdim. Ayqiy. Endi yetolmaysan. Ket bu yerdan. Qachon ketding? Gapni eshitmaysan. Tarvuz. Tarvuzni yaxshi ko'raman. Yaxshisi yerga borib tarvuzni sekingina topingchi. Men qayerga keldim? To'g'ri, men o'rgimchak bilan qovlash mashq o'ynayapman. Yetolmaysan. U chiqish yo'lini yopib qo'ydi. Ablah, lanatay. Mayli, boshqa joyga borib chiqmasdim. Shunchaki bu yerda mana bu narsalarni qurib turaman. Tasavvur qiling, hozir maxluq kelsa yoki biror taxtish paydo bo'lsa hamda u yerda iltimos originalni Minecraft sotib oling. Mening qo'limdan boshqa hech narsa kelmaydi degan yozuv paydo bo'lsa, mayli, uydan chiqishga harakat qilamiz. Bu yerda zerikib ketdim. Tepaga bu yerga qo'yamiz. Taxtisha yozuv. Yo'q, yana o'sha yozuvni tushunsangchi, men Minecraftni sotib olmayman. Yo'q, mening uyim. Hech narsa yo'q edi ko'chida. Bilasiz, menga ajoyib bir g'oya keldi. Hozir o'yin o'chiramiz hamda eng tinch joyga ketamiz. Olg'a. Mana bu yerda men eng xavfsiz joydaman. Bu yerda hamma sharoit bor. Oltin ham bor, 4 ta fakel, kitob qo'ygich, hammasi zo'r. Og'ayni qaraganda, bu yer bilaman, seni uying bu yer juda ham yaxshi. Tashqariga chiqaman deyapman, ammo u yer juda ham xavfli. Shuning uchun kel bir kun shu yerda qolaman, maylimi? Yo'q deyishing mumkin edi-ku. Abla! To'g'rimizda ajoyib ko'prik bor ekan. Endi mana fantom unga balo bo'lmaqir. Hali bir kun uxlaganim yo'q-ku. Mayli, ko'prikning oldiga kelamiz. Yozuv o'zini bo'lishi mumkin. Bu yana qanaqa ko'prik bo'ldi? Ajoyib, lekin maxluq men uchun ko'prik qurdimi shunda? Va ko'prikning oxiridan chiqib bo'lmayapti. Mayli, orqaga qaytamiz. Menda ajoyib bir g'oya tug'ildi. Xullas, lukni ochamiz va bu yana nima bo'ldi, jin ursin? Ajoyib, xuddi serialdagidek bombosh. Menimcha bu salgina kattaroq daraxt. Mayli, boshlaymiz qazishni. Make a house. You're boring? Nima? O'zing boringsan, men boring emas, Felixman. Ajoyib. ABVGda hamda mening go'zal zamonaviy intervyuning uyim tayyor. To'g'ri, kim uchun kirish bo'lishi mumkin, ammo men uchun bu haqiqiy san'atning asari. Tushunmadim. Qanday ovoz kelyapti? Og'ayni, kutayotgandim. Xo'sh, nima demoqchisan? Kelishingdan. Ajoyib, endi-chi?